Tövəndə dehqanlarga iqtisodshunos Darun Ajamoğlu bilan James Robinsonning Davlatlar, ya'ni millatlar nimishqa halok bo'ladi nomli kitobidan haftalik tarjima. 3-bob 6-paragraf. Uzun muddat azob tortgan Kongo. Talon-taroj xarakterlik muassasalarning ostida iqtisodiy gullanishning nimishqa izchil turda asosan degidek mavjud bo'lmasligining logikasini tushuntirib beradigan kuchlarning misollari yoki talon-taroj xarakterlik iqtisodiy muassasalar bilan siyosiy muassasalarning ham turtkilik rol o'ynashiga Kongodagidan yaxshiroq yoki odamni ruhsizlantiradigan bir misol yo'q deyarlik. 15 va 16 asrlarda Kongoga ziyoratga kelgan Portugaliyalik va Gollandiyaliklar bu yerdagi ichinishli darajadagi nomrodlik haqida xotir qoldirishgan. U chog'dagi Kongoliklarda yeziq, harva yoki yer haydash texnikasi yo'q bo'lib, Yevropaning o'lchami bilan qaraganda ularning terikchilik texnikasi ibtidoiy holatda edi. Bu haqda qoldirilgan tarixiy xotirlardan bilishimizcha, Kongoliklarning bu qadar nomrod bo'lishining ham dehqonlarning ilg'orroq texnikani egallaganligidan keyinmi, ularni qo'llanishga ra'yining bo'lmasligining sababi bu davlatdagi iqtisodiy muassasalarning talon-taroj xarakterida bo'lganligidandir. Ko'rib o'tganimizdek, Kongo podshohligiga dastlabda Mibanzadagi orqali Salvadordagi podshoh hukmronlik qilgan. Podshohlikning o'xshamagan yerlardagi poytaxtdan yiroq yerlarni valiylik mansibiga tang huquqi bo'lgan az bir qism yuqori tabiiy kishilar idora qilgan bo'lib, bu tabiiqning boyligi Salvador atrofidagi qullarning terikchiligi va davlatning boshqa yerlardagi xalqdan boj shumirish hisobiga to'plangan. Qul amgigi Kongoning iqtisodida markazlik o'rin tutgan bo'lib, u yuqori qatlamning va dengiz qirg'oqlarida yashaydigan yevropaliklarning terikchilik ehtiyojini qondiratdi. Bojlar xohlagan shaklda ilinadi. Hatto har qatim podshohning burati, ya'ni bo'ki yerga tushib ketganligi uchunmi boj yig'ilgan. Bayashatroq yashash uchun Kongoliklar omonat qo'yishi hamda mablag' silishi, masalan, terikchilik uskunalarini sotib olish kerak edi. Lekin ularning ilg'orroq texnikani qo'llanib ishlab chiqargan o'shiqcha mahsulotlari podshohning va uning cho'moqchilarining haqsiz egallanib olishiga duchor bo'lganlikdan puhralarning ro'naq tepish uchun tirishchanlik ko'rsatishlari bekorga yetadi. Shunga ishlab chiqarish unumdorligini oshirib, mahsulotlarni bozorlarda setishning o'rniga Kongoliklar o'zlarining yezillarini bozordan yiroq yerga o'tkazib ketishdi. Ular bulangchilik uchrab qolish va qul savdogarlarning qo'liga tushib qolishdan hazar ayligini uchun qatnash yo'llaridan amal va uzoq turishdi. Shunga aytishga bo'ladi-ki, Kongoliklarning nomrodligi gullanishning barliq motorlarini to'xtatib o'tadigan yoki ularning hayotga bo'lgan qizg'inligini suslashtirib o'tadigan talon-taroj xarakterlik iqtisodiy muassasalarning sababidan bo'lgan. Kongo hukumati fuqarolarini ommaviy mulozimatlar bilan ta'min etmadi. Hatto aqalli huquqlar bo'lgan mulk huquqining bexatarligi qonun va tartibni kapolatga ega qila olmadi. Aksicha, hokimiyatning o'zi fuqarolarning mulki va kishilik huquqiga eng cho'ng tahdid bo'ldi. Qulluq muassasalarining mavjudligi bozor faoliyatiga eng negizlik va iqtisodning gullanishida eng muhim rol o'ynaydigan kishilarning o'z kasblarini yoki xizmatlarini o'zlari xohlagan shaklda tanlay oladigan, ikkinchi bir turli qilib aytganda, hammani o'z ichiga oladigan emgak bozorining mavjud emasligidan derak beradi. Bo'libmi uzoq musofirlik savdo
va tijorat faoliyatlari podshoh tarafidan kontrol qilinadigan bo'lib, faqat podshohning yaqinlari alohida imtiyozlar orqali bulardan manfaatlanadi. Gerçi Portugaliyaliklar yeziqni tonuşturgandan keyin yuqori qatlam kishilar tizli savodli bo'lishgan bo'lsa-mu, ammo podshoh yeziqni keng xalq ommasiga tarqitishga urinmadi. Gerçi Kongoda echinishlik namratlik kengri yamragan bo'lsa-mu, ularning talant-taraj xarakterlik muassasalarining o'zicha nuqsonsiz bo'lgan mundaq logikasi bo'lgan. Ya'ni ular siyosiy huquqqa ega bo'lgan oz sonli kishilarni haddi hisobsiz boylikqa erishtirgan. 16-asrda Kongo podshohi va oqsuyaklari Yevropaning shohona tovarlarini import qilishgan bo'lib, ularning nurg'un xizmatchilari va qullari bo'lishgan. Kongo jamiyatidagi iqtisodiy muassasalarning yildizi jamiyatda taqsimlangan siyosiy huquqda bo'lganlikdan uni siyosiy muassasalarning xarakteriga ko'milgan deyishga bo'ladi. Qo'zg'olon tahdiddan boshqa hech qanday bir omil podshohning xalqni mol dunyolardan yoki hayotidan mahrum qilishini to'sab qola olmaydi. Gerçi bu tahdid amaliy bo'lsa-mu, ammo u yana xalqni yoki ularning boyligini bexatarlikka ega qila olmaydi. Kongoning siyosiy muassasalari haqiqatan mutlaqiyatchi bo'lib, podshoh va uning yaqinlarining qilmishlarini cheklaydigan hech qanday bir to'saq yo'q bo'lib, fuqarolarning o'zlarining jamiyatlarining qanday tashkillanishi va idora qilinishi haqida so'z qilish huquqimi yo'q edi. Aniqki, Kongoning siyosiy muassasalarini huquq kengri taqsimlanadigan ham tizgilinadigan hammani o'z ichiga oladigan muassasalar bilan ro'shan seleksion qilishga bo'ladiganligini ko'rib yetishimiz tars emas. Kongodagi mutlaqiyatchi muassasalarni qo'g'dab turgan armiya edi. 17-asrda podshohning 5000 muntazam armiyasi va miltiq bilan qurollangan 500 qo'g'lovchisi bo'lib, bular zamonida yengil bo'lmaydigan kuch edi. Amdilikda podshoh va oqsumaklarning nemishqa Yevropaning miltiqlarini setib olishga erisman bo'lishganliklarini tushunish tas bo'lmasa kerak. Bu xildagi iqtisodiy muassasalar sharoitida sijil bo'lgan iqtisodiy eshishning bo'lishi, hatto vaqtlik iqtisodning gullanishiga foydali omillarni barliqqa keltirishmi zo'r darajada cheklangan. Iqtisodiy muassasalarni isloh qilish orqali shaxsiylarning mulk huquqini yaxshilagan chog'da Kongo jamiyatida umumyuzlik gullanish vaziyati yaratqili bo'ladi. Lekin hokimiyat ustidagilarning bu xil gullanishdan naf ola olishiga bir nima deb bo'lg'il bo'lmaydi. Birinchidan, bu xil islohotlar hokimiyat beshikida uchun aytganda qul tijorati va qul amgagiga tayinib yaratiladigan boylikning yo'lini qazadigan bo'lib, shu sabab ularni iqtisodiy jihatdan yo'qotuvchilarga aylantiradi. Ikkinchidan, bu xil islohot faqat podshoh va uning yaqinlarining siyosiy huquqlarini ojizlatganda mumkin bo'ladi. Masalan, agar podshoh o'zining qo'l ostidagi miltiqliq 500 askarga qo'mondonlik qiladi ekan, qulluq tuzumning amaldan qoldirilganligi e'lon qilingan taqdirdami, uning kim ishonsin? Podshohning o'zining qarorini keyincha o'zgartirib olishni kim to'xtata olsin? Bu ishlarning birdan-bir haqiqiy kapolatchisi siyosiy muassasalarning o'zgarishi bo'lib, shundoq bo'lganda fuqarolar qarshilik ko'rsatadigan ba'zi bir kuchlarga ega bo'lib, boj ishlari to'g'risida ham 500 askarning qilmish to'g'risida gap qila oladigan bo'lishadi. Lekin podshoh va uning yaqinlarining yuqori iste'molini saqlab qolishi ular uchun muhim bo'lganlikdan bu xil islohotning ilib berilishi gumonli qili. Chunki jamiyat yaxshiroq bo'lgan iqtisodiy muassasalarni barliqqa keltiradigan o'zgarishlar podshoh va oqsumaklarni iqtisodiy jihat yo'qotuvchilarga aylantirib qo'yadi. Buningdan 500 yil ilgariki Kongoning siyosiy va iqtisodiy muassasalarining bir-biri bilan bo'lgan zich munosabati zamonimizdagi Kongoning nemishqa echinishlik darajada namrat ekanligining sababini tushunishimizga munosabatlidir. 19-asrning oxirida Afrikani bulash-talash to'lqini yuz bergan chog'da bu rayonga Yevropa mustamlikchilarining yetib kelishi va uning
Kongo daryosi o'ymonliqqa ishkirlab kirishi mustamlik qilinishdan ilgirki Kongodagi insonlik va mulk huquqi silingan xatarning xarakteridan texmi vahshiy bo'ldi. Uning ustiga bu talon-taroj xarakterlik masala va siyosiy mutlaqiyatchilik andizlarini takror qurib chiqib, keng xalq ommasining manfaatini qurbon qilish badaliga oz sonli kishilarning huquqini kuchlantirdi va boy qildi. Endi bularning orasida oz sondagi belgilik mustamlikchilar o'rin oldi. Podshoh Leopold II bularning ichidagi eng mashhuridir. 1960-yili Kongo mustaqil bo'lgan bo'lsa-mu, iqtisodiy muassasalarning foyda va natijalarning o'xshash bo'lgan andizlari o'z-o'zini takror paydo qilishdi. Bu kongoliklarning talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalarini yuqori darajadagi talon-taroj xarakterli siyosiy muassasalar qo'lladi. Kongo mustamlika ostiga tushib qilishdan burun nurg'un o'xshamagan hokimiyat va jamiyatlardan tarkib topgan bo'lib, Yevropa mustamlikchiligi paydo qilgan siyosiy hokimiyat va bu davlatning ahvolini texmi nacharlashtirib o'tdiki, Kinshasadagi markaziy hokimiyatning davlatni idora qilishidek majoliq bo'lmadi. Gerçi prezident Mobutu 1973-yili chet elning iqtisodiy boyliqlarini musodara qilishdan iborat zoirlashtirish programmasini yo'l qo'yib, hokimiyatni o'zi va guppangchilarni beyitishda qo'llangan bo'lsa-mu, lekin u huquqni markazlashtirolmaganligi uchun davlatning nurg'un yerlariga farmoni o'tmadi. Shuning bilan 1960-yillarda Katanga va Kasai o'lkalarining bo'linib chiqib ketishini to'sish uchun chet el kuchlarining yordamiga iltijo qildi. Hokimiyatni siyosiy jihatdan markazlashtirishning kam bo'lishi davlatni butunlay gumron bo'lish bir girdobga ilib kelgan bo'lib, bu jihatda Tuvanki Sahara Afrikasidagi nurg'un davlatlar Kongo bilan taqdirdosh bo'ldi. Zamonimizdagi Kongo Demokratik Jumhuriyatining hali ham nomrod bo'lishi onun fuqarolarining jamiyatni gullantiradigan aqalli ilhomlantirish mexanizmini barpo qiladigan iqtisodiy muassasalarga erisholmaganligidandir. Bu yerdagi sabab jo'g'rafiya, madaniyat yoki fuqarolarning bilimsizligi va yoki Kongoni nomrod tutishni xohlaydigan siyosiy yo'llar emas, balki talon-taroj xarakteriga ega iqtisodiy muassasalarning bo'lganligidandir. Gerçi necha asrlar o'tgan bo'lsa-mu, Kongodagi ishlarning atam aytgan bayqi, anam aytgan bayqi shaklida bo'lishi siyosiy huquqning uzluksiz turda tor doirada osonlik kishilarning qo'liga markazlashib kelganligi va bu bir o'chum kishilarning fuqarolarga foydali mulk huquqining bexatarligini qo'g'dash, ularning hayotining sifatini yaxshilaydigan negizlik ommaviy munozamat bilan ta'minlash yoki iqtisodiy gullanishga rag'bat berish jihatlari ko'ngil bo'lmasligi bilan munosabatlik. Balki ularning qiziqadigani xalqdan boylik sho'lilib huquqni saqlab qilishdir. Ular huquqlardan foydalanib markaziy hokimiyat qurib chiqmagan. Chunki unda qilishganida o'qitichi va siyosiy kuchlar paydo bo'lib, xuddi iqtisodiy gullanish olib keladigan o'xshash masalalarni keltirib chiqardi. Undan boshqa xuddi Tuvanki Sahara Afrikasining nurg'un yerlarida mavjud bo'lgan bir-biriga raqib guruhlarning talon-taroj xarakterli muassasalarni kontrol qilish uchun ilib borgan ichki to'qinishlarmi muayyan mümkünçülüğü bar bo'lgan hokimiyatni markazlashtirish xohishlarining hammasini o'rga aylantirib o'tdi. Kongo podshohligining tarixi va Kongoning yaqinqi zamondagi tarixi siyosiy muassasalarning iqtisodiy muassasalarni qanday belgilaydiganligini va bu orqali iqtisodiy rag'bat omillari va iqtisodiy gullanishning ko'lamini ro'shan holda tushuntirib berdi. Shundaqla u yana nurg'un kishilarning manfaatni qurbon qilish badaliga osonlik kishilarni beyitib kuchlantiradigan siyosiy mutlaqiyatchilik bilan iqtisodiy muassasalarning o'rtasidagi o'rtaq mavjudlik munosabatini tushuntirib berdi.